Assalomu alaykum Tomorqa biznes kanali muxlislari va bugun sizlar Xudo xolasa qulupnay ko'cha haqida gaplashamiz. Esingizda bo'lsa mana shularni olib, chislosini yozib qo'yaman. Ana shu chisloda mana shu qulupnaylarni olib, ekib ana suvga solib qo'ygandik va mana Xudo xolasa mana shunaqa rezultat, ya'ni natija bo'lyapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, bu bog'lanmagan. Eslaringizda bo'lsa ikki xil variantda qo'ygan edik. Bog'langan, ya'ni bu bog'lanmagan. Mana shu olsangiz, joylasangiz, shu qarang, mana bitta hozir o'zgarib qoldi. Mana tepada qolib ketdi, bittasi pastga tushib qoldi. O'sha men menga suv yetmay qoldim, to'g'irlash kerak. Uni to'g'rilayman, mana bog'lanmagan holatda. Bog'langan holatda mana bunaqa turibdi mana. Mana bunaqa ahvolda turibdi. Qaysidir zo'r chiqargan, qaysidir endi chiqaryapti. Bu anavi ot esini chiqib ketaveradi har doim. Ana qimmat qulupnaylar bor-ku, o'shani nimasidan ko'chatlar. Qolganlariga qarasak, unchalik zo'r emas. Mana bu shu barglari tushib qolgan mana buni. Mana chiqqani chiqdi. Qolgani chiqmagan. Mana suvi ham anaqib ketgan. Men buni o'tgan hafta almashtirgan edim. Xo'p, videomiz davom etadi. Demak, men bu bittasi qarang, mana shu qurib qoldi. Mana bu suvni almashtirganman, mana shunaqa bo'lib qoldi. Bugun Xudo xolasa adashmasam 12 iyul sanasi. Necha kun bo'ldi esimda yo'q. Hech narsa chiqqisi kelmadi. Yo o'tib ketganmi bular? O'sha nimani ham olishdan vaqtini bilmadik-da. Mana shunaqa turibdi. Mana bunda bir ikkitasi bor. Mana ko'ryapsizmi? Ildizi bor mana bunda-da. Mana bunda endi chiqyapti. Xullas nima qilaman? Buni tozalayman. Qorayib ketishining sababi mana shu barg, mana ko'ryapsiz, mana shu barg, mana shu barg suvga tegib turgan, o'sha qorayganda. Mana bularda unaqa emas, ana barg tekkani qoraygan, barg tegmagani hammasi chiroyli bo'lib turibdi. Tez lekin suvni almashtirib turish kerak. Suv issiq buni, mana buni suvi nimaga issiq. Buni suvi muzdayroq, o'sha quyosh ko'p tushdimi, bu o'ynani bu yoqroq turibdi, shuning uchun quyosh ko'p tushdimi deyman. Mana bu ashi qorayib ketishdi, ko'rdingizmi? Buni nima qilamiz? Onamizni otib olamiz. Bundan endi odam bo'ladi. Shuni naryoqda qulupnayni o'zini yana qarasa, yana chiqib qolganda bolalar o'shani joylashtirib qo'yish mumkin. Xo'p, eng zo'ri hozir mana bu bo'lyapti. Mana bu. Bunday qarasa, mana turibdi, ko'rasizmi? Mana. O'zi ahvolda turibdi. Suv bor ichida. Xo'p, olib tashlashimiz kerak. Mana buni olib tashlashimiz kerak. Mana bitta. Umuman yaroqsiz holatda. Hop, qo'yinli bo'lib bittasini olib qo'yamiz. Mana shu olib tursam, mana. Ko'rdingizmi? Hop. Mana buni olib qarasizlar. Mana. Mashalloh, qarang. Hop, buni prosta edi bu. Mana buni olib qarasam, mana bu. Mana esingizda bo'lsa, buni mana qilib qo'ydik. O'zini bunday tiqib qo'ydi, mana tashab qo'ydi, mana o'zini bunday qilib o'sha. Suvga tushib ketmaydi, pari bu men bilan ushlab turadi deb. Mana bunda ko'rdingizmi? Ildiz bor, mana. Bularda yaxshi, mana bunda yaxshi. Endi bu yoq yomon. Bu yoq yomon bo'lganligi sababi menimcha quyosh ko'proq tushdi bularga. Men bularga kamroq quyosh tushdi-da, bu yoqda turibdi-ku. Men tushungan bo'lsa kerak. Endi buni hozir tozalayman, yaxshilarini olaman, qolganini surib qo'yaman, xudo xolasa va yana kutamiz natijani. Oxirida bularni tuvakka ekaman. Hali yerga ekmayman. Yerga ekkanlarim eslaringizda bo'lsa, dabdalasi chiqdi ularni, qurib ketdi hammasi. Mana ildiz endi boshlabdi. Oqima bu ildizmi? Mana shu ildizchasini endi boshlabdi. Tozalab mana chiroyli qilib qo'yib qo'yaman, xudo xolasa. Saqroqqa olib hammasini suvni bir paytda almashtirgandim-da. Bir paytda qo'yilgan, bir paytda almashtirgan. Qorayib qoldi o'sha. Men bular o'sha ikkinchi kun o'sha qorayib qoldi, suv almashtirganda. Mana bular masalan necha kun bo'ldi? 4 kunmi, 5 kun bo'ldi suvni almashtirganimga. Ya'ni suvni ichini tashab, ichini bitta qo'lim tiqib yuvib yuboraman-da, yo qo'yib qo'yiraman-da. Bular cho'tka turibdi. Mana bu quyosh tushganga shunaqa bo'lib turibdi. Xo'p, demak shu ekkanimni ham ko'rsatsam, endi qurib yotibdi, uni hozir ko'rsatishga odam uyaladi, to'g'risi xijolat bo'ladi. Ammo mayli, mana shu yerda turursiz mana shular. Nasib qilsa, Xudo xolasa ildiz ossin yana bular, keyin bularni tuvakka ekamiz, katta qilamiz, keyin kuzda yerga ekamiz. Nasib qilsa, hammasini videoga olib boraman, hammasini chiroyli nasib qilsa.
Charchamanglar, omon bo'ling. Qiziq holat. Mana shuni hozir olib, ichini qarab chiqdi. Mana hammasi bitta qilib suvga solaman desam, hammasida ildiz bor. Mana bunda mana bittasida ildiz yo'q. Вообще ko'rasizlar mana. Alohida turibdi. Endi nima qilamiz? Buni mana shu joylarni yechib yuboraman. Mana shu posti bor-ku, mana shularni yechib tashlaymanda. Olib tashlamoq, qorasini olib tashlay. Mana shuni hozir. Endi xolasini olib tashlab, keyin o'zini qo'yib qo'yaman. Tak nimasi qarang. Ozgina qurigan joyga uni osib otib yuboramiz. Tak qo'ygani yaxshi. Chiroyli bo'ldi. Xuddi shunaqa men satrifga qilib chiqaman-da, yong'oqlarni olib tashlab, chiroyli qilib yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Va hokazo. Omon bo'linglar, charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.